Umidaxon, marhamat. Qaysi she'rni eshitamiz bugun sizdan? Raqamingni yodlab olganman. Xo'p, eshitamiz. Raqamingni yodlab olganman. Xayolimdan ketmas u, biroq yuragimni essada sog'inch qilolmayman senga qo'ng'iroq. Raqamingni yodlab olganman. Aytsam taskin topar yuragim, sendan bir hol so'rab qo'yishga jur'atim yetmaydi. Malagim. Raqamingni yodlab olganman. Qo'rqoqlik jonimga tegdi. Bas, mayin ovozingni tinglasam, bundan ortiq taskin kerak emas. Raqamingni yodlab olganman. Barmoqlar topdi-da jasorat, kirmasdan aqlning so'ziga aloqa bog'landi shu fursat. Nihoyat ovozing tingladim. Tanamda aylandi issiq qon, balki sen ham bilib turibsan. Qulog'im ostida urar jon. Hol ahvol so'rading bir soniya, men esa bir umr yashadim. Yangilik so'rading dunyodan. Tinchlik deb men seni aldadim. Aslida men seni sog'indim. Qo'ng'irog'imni ermakka yo'yding. Tilimga endi so'z kelganda telefoningni o'chirib qo'yding. Raqamingni yodlab olganman. Rahmat. Boshqa sira qaytib kelmaydi bu kuz. Barglari to'kilgan xazon keladi. Lekin kelarmizmi yana yuzma-yuz, buni faqatgina Xudo biladi. Boshqa sira qaytib kelmaydi bu kuz. Balki berilmaydi bundayin fursat. Sen o'ylab bo'lguncha noyabr tugab, men yo'q bo'lgan kuzlar keladi faqat. Boshqa sira qaytib kelmaydi bu kuz. Bu umr bir lahza bermaydi to'zim. Shu sabab shu onda yashab, sevilib, shu onni xotirlab qolgin. Azizim.